Singapurga kelishinglar bilan sizlarga o'zgacha ruhiyat, o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydigan mana Changi aeroporti, Singapur yuragi bo'lgan Changi shahri desa ham bo'ladi. Bitta shahar uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsasi bor. Zamonaviy megapolisga o'xshaydi bu aeroport. Dunyodagi yagona sharsharasi, o'zgacha manzarasi bo'lgan aeroport. Albatta bu manzarani ko'z bilan ko'rib, bu haroratni, bu nafasni his qilish uchun bu joylarga kelish kerak. Albatta buni to'liq obzorlarini, ma'lumotlarini alohida yana berib o'tamiz. Hozir Toshkentdan Malayziyaga, Malayziyadan Singapurga kelguncha taxminan 12 soatcha yo'l yurishga to'g'ri keldi. Biroz charchoq bor, ochlik bor. Shuning uchun hozir mehmonxonaga borib, joylashib, qorinlarni to'yg'izib, shahar manzarasini ko'ramiz, kerakli ma'lumotlarni olamiz. Bu aeroportga albatta qaytishimizda yana to'xtalib o'tamiz. Mana shunaqangi joylardan hammanglarga bir yaxshi kayfiyat tilab, kechki manzarani ko'rsatyapman. O'zi yaqinda keldim. Malayziyadan Singapurga. Safarda hozircha bir o'zimman. Juda katta safar, 2 kishilik. Juda zo'r narsalar reja qilingan edi, lekin Allohning qadari, Allohning taqdiri, sherigimizni texnik ba'zi bir xatolik, ba'zi bir sabablar tufayli kela olmadi, hozircha qo'shila olmadi. Balki safar o'rtasidan qo'shilib olar, balki yo'q, lekin bir o'zim chiqib ketishga majbur bo'ldim. Katta safar Malayziya, Singapur, 3-4 kun, keyin Bali, bitta Bali orollari, 2-3 ta oroli bor. Undan keyin yana Malayziya, xullas shunaqangi vaziyat. Yaxshi joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz, kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Xullas, yolg'izlik tarafini o'tkazyapmiz. Ertangi Qurbon hayitlarini ham Xudo xolasa chiroyli o'tkazib olishimizni nasib qilsin. Mana to'g'rimizda mana masjidda topib oldim. Xudo xolasa nasib qilsa, qadarimiz bo'lsa, hayit namozini shu o'qiymiz. Shaharni mana sizlarga bitta ko'rsataylik. Birinchi masjiddan boshlaydigan, to'g'rida turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Undan keyin mana shahar manzarasi millimetr, santimetrgacha qurganini qarang, kompyuter grafikasida qilganga o'xshaydi. Bu o'sha mashhur bino. Kechqurunlari o'zi Singapur manzarasi o'zgacha bir ko'rinishga, o'zgacha bir kayfiyatga kiradi. Mana bu suv ustilarida fontan shoullari bo'ladi. Yon tarafida chiroqlar yog'dusida lader shoullari bor. Suvni yana biqinida Garden Bay degan o'zini bir botanika bog'i bor, bizning til bilan aytganda. Albatta bir kun keladigan bo'lsangiz, ushbu joylarga borishinglarni maslahat beraman. Lekin shaharni qaysi tarafidan ko'rsanglar ham, qaysi joyiga borsanglar ham mana shunaqangi o'zgacha bir ruhiyat, kayfiyat bag'ishlaydi. Ko'rinishiga gap yo'q. Zamonaviy shahar, toza shahar, chiroyli shahar, ajoyib manzara. Singapurda birinchi nonushtamiz M Hotel mehmonxonasida. Ko'ramiz, baho berasizlar. Yengil qilib ko'rsatib ketaman. Limon kesilgan qo'shimchalar sushiga nima deyapti? Sushi. Baliq, xohlagandan xohlagancha. Bu ovqatlar ekan, kartoshka. Otlarini endi o'zinglar bilib nima bu qiymali tashkilmi? Fasolini. Sosiskalar bor, go'sht bor. Ovqatdan muammo yo'q mana. Qo'm qovurilgan, qaynatilgan, oldisi orqasi tik. Albatta, qovoq. Sho'rvamiz bor ekan. Qanday ekan bu? Mana har xil qo'shimchalar, achchiq, shirin. Mevalarimiz nima deyapti mana? Tarvuz, qovun. Mana kivi, bu ananas, ananas va yogurtlar. Xohlaganda xohlagancha, yong'oq, bruni va mayonez. Kesilgan meva, kesilmagan meva, banan, mana qo'shimchalari mana. Ko'katlarimiz. Yo'da, ko'k. Xohlaganinglar mana Hollywood deydigan joyi, tabiiy ko'klar bor. Ko'k. Olma bor, mojito bor, ananas bor, sut issig'i bor. O'zingizlarga maxsus tashi ham qolsanglar bo'ladi. Nonlarimiz ajoyib qillar. Mana non asati, o'ta qiyom, asal, shoko, sariyog, toster qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Singapur manzarasi. Nima deyapti? Yoqdimi? Yoqimli shahar. Bizga talabki nonushta bizda emas, menda. Cappuccino, apelsinli sok, baliq, suvni oyog'ini bor qo'yibdilar, lekin yengilgina tuxumimiz, sosiskamiz, ovashnoy, ananas, tarvuz, yogurtimiz bor. Endi kamtarona kichkinagina o'zimga oldim.
videoga like. Hayit, bugun Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Mana bizning ertalab kuni olishda qo'ldan kelgancha yeyishga harakat qilyapman. Narsa ko'p, mazali. Lekin odob bilan minimalizm, eng kam narsani, eng yaxshi narsani yeyishga harakat qilyapman. Xullas, yoqimli ishtaha. Shunchaki bir ma'lumot beray dedim. Buni yeganimni, nima qilayotganimni ko'rsatish emas, ma'lumot berish. Zavqli gap yo'q. Shu eski stol xohlagandan, xohlagancha. Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Bugun juma kuniga ham ulguramiz. Jumani masjidlarini, ko'chalarni ham bir ko'rsatib qo'yaman. Ajoyib manzara. Kechadan beri metrodan foydalanayotgandim. Hozir avtobusdan foydalanaman. Yana qo'shimchasiga mehmonxonamizning lokatsiyasini ko'rsatmoqchiman. Mana bu hotel, bizning mehmonxona, 5 yulduzli mehmonxona. Mana yerda basseyn, hamma narsasi yetarli. Ertalabdan zavtrikka bo'ta qildik, shahar ko'chasi. Mana o ikkinchi svetofor, mana birinchisi, ikkinchisini oldida metro. Aeroport eshigini tagida aeroport ichida metro keladi, mana shu yergacha. Shu yerdan shu yergacha 150-200 metr. Mana 10-20 metr. Avtobus keladi. Mana ostanovkada turibmiz. Lokatsiya juda ideal. Men aytmoqchi bo'lganim, 15 yildan beri safar qilib turamiz. 10dan oshiq davlatda, 20dan oshiq shaharda bo'ldik. Doim birinchi qaraydigan narsam bu lokatsiyasi bo'ladi. Qulayligi, vaqtinglarni ham, asabiylarni ham tejaydi. Bir ikisini yutib qolaman mehmonxonadan deb hattam bo'lsa oladiganligi men bilmayman. Mana hozir avtobusga chiqamiz. Xohlagancha yurasan deb yozdi. Xullas, biz turamiz. Next stop, after Capital Tower. Binolarni qaranglar. Buni lesa terib qo'ymagan, endi qurilmayapti, bo'lingan. Stili shunaqa o'zi. Binolarni qaranglar. Mana o'rtalarini nimaga ochib qo'ygan deb o'ylaysizlar? Bunga daraxt ekib qo'ygan. O'rmonzor qilib qo'yibdi. O'rmonzor. Pastda daraxtzor bor, pastda daraxtzor bor. Qoyillik bor. Ular qurishdan oldin daraxtni kesilib ketib qolmaydimi, daraxtni kamayib ketib qolmaydimi deb o'ylayotgan. Daraxt ekishdan oldin bitki uy qursa bo'lmaydimi? Mana qarang, chiroyli. Shahar manzarasiga lekin bu yerda qaranglar, tozaligini, uchuvchi odamning qo'li suymoqda tursa, uyi ham unaqa toza emas. Quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshi juma kuni, bugungi juma, Qurbon hayiti hammanglarga muborak bo'lsin. Singapurdan alangali salom. Biz ikkinchi kun shunaqangi manzara topib qo'ydim. Arablar rayoni, bizning badiiy tilda yoki jaydari tilda musulmonlar bir rayoni, ko'chasi, shaharchasi desak ham bo'ladi. Hozir bu muhitni ko'rsataman, o'zingizlar baho berasizlar. Kelmoq bu ketmoqqa qo'yilgan qadam. İbtida bir kuni bo'lar-ku axir. Nafsing deb yashading hayotda hardam. Qalbing uchun soyang yashamas axir. Kelganlar ketmoqda qaragin bir-bir. Balki bu sen uchun so'nggi kuningdir. Allahumma salli va sallim va barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli va sallim va barik ala
حبيبنا محمد. Hozir jumani shu yerda ado qilamiz. Eng katta masjidlardan bittasi. Hayırlı bayramlar. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, mana juma ibodatlarini, namozlarni o'qib, endi ko'chaga chiqdik. Shahar manzarasini ozgina tomosha qilamiz. Shu aytganimdek, musulmonlarga xos bo'lgan, mos bo'lgan arablar ko'chasi, musulmonlar mahallasi desak ham bo'ladi. Ko'p taomlari, turkcha taomlar, Osiyo taomlari ham bor. Hammasi halol, o'zigacha bemalol oila bilan kelib, aylanib, taomlanib ketsa bo'ladigan joy. Lekin ko'zlarni quvontiradigan, bir o'zigacha kayfiyat bag'ishlaydigan joylar. Bu o'sha musulmonlar ko'chasi bo'lsa, Chinatown, Xitoylar ko'chasi mahallasi ham bor. U yoqqa ham boramiz. U yerda o'sha Xitoy taomlari, Xitoy manzarasi, ularni ham ko'rib qo'yamiz. Singapurning minuslari haqida ham aytib qo'yiladigan ekan. Bitta eng katta minusi narxlar haddan ziyod qimmat. Endi bilmadim, narxlar qimmatmi yo men kambag'almanmi bilmadim-ku, lekin qimmat. Dubay ham bir chekkada choy ichib o'tiradi narxini oldida. Lekin shunaqa gap. Endi ichki o'zini aholisiga balki oddiy holatdir. Yevropada keladigan turistlarga oddiy holatdir. Singapur metrosida qariyalarga, nogironlarga, homiladorlarga joy berishinglar shart emas. Lekin ular uchun ajratilgan joyga o'tirish umuman mumkin emas. Mana Singapur jarimalarga, taqiqlarga, shtraflarga boy mamlakat. Mana shu qonun qoidalariga amal qilishinglar shart. Hamma yoqda video kuzatuv nazorati ostida hech qayoqqa qochib qutulolmaysizlar. Shu qoidalarga amal qilib yursanglar, lekin metro juda ham qulay. To aeroportdan mehmonxonagacha butun shahar markaziga tarqagan, bemalol xohlagan joylarga yetib olasizlar. Mana bu joy o'sha qariyalar, homiladorlar, nogironlar uchun ajratilgan joy. Bu yoqqa o'tirish mumkin emas. Umuman Singapur metrosidan foydalanish uchun 4 kunlik turist pass degan karta olganman, $29. Bir marta to'lov qilasizlar, 4 kun mobaynida jamoat transportidan xohlagancha foydalanasizlar. Arziydimi yo'qmi, endi o'zingizlar xulosa qilasizlar. Dubayga borsak, Turkiyaga borsak, uyaltirmaydigani mazasi o'zgachasi shu. Burger King bizada ham ochilib qoladi, yaqin 1-2 oy ichida. Narxlarni ko'ramiz. Xo'p, narxlarga kelsak, $8, $12, $9, $12. Endi bu Singapur dollarida ko'rsatgan $10 bizani joydagi dollarimizda $7,5 bo'ladi. Ya'ni 75% bo'ladi. Va $12,5 taxminan $10 bo'ladi. Lekin mazasi o'zgacha. Bularni o'rtasini tanlaymiz, yeb ko'ramiz, o'zgarmagan bo'lsa. Mana frilarini narxi, morojnilarini narxi. Singapur qoq markazida o'rtasida turibman, mana shaharni ko'rishinglar mumkin. Shunchaki like shaharga kislorod bo'lib yotibdi mana. O't, o'lan, daraxt, tabiat, o'rmon, gullar, lekin kislorod havosiga, nafasiga gap yo'q. Mana shu orqamda turgan binoni mana o'rtalarini ko'ryapsizlarmi? U yerda remont bo'layotgani yo'q yoki bir bo'sh bo'lgan uchun ochib qo'yishgani yo'q. O'tga daraxt, bir o'rmon qilib qo'yishgan xullas. Mana shu ochuv joylarni. Deyarli hamma joyda bor. Mana Marina Bay'si tomini ham ko'ryapsizlarmi? Tepasida mana o'tlar, o'rmonlar, gullar, daraxtlar ekib tashashgan. Kislorod. Singapur 22-asrda yashayapti. Men bilmadim imkoniyatlari, qulayliklari.
aeroportga nogiron odam keladimi, ko'zi ko'r, qulog'i kar odam keladimi, shahar markaziga kelib, aylanib yana qaytib ketishiga hamma imkoniyatlar qilingan. Tilni bilasizmi, bilmaysizmi, o'zbekmisiz, qozonmisiz, oqmisiz, qoramisiz, xavfsizlik, imkoniyat hammaga birdek. Hech kimga ozor berish yo'q, hech kimdan ozor ko'rish yo'q. Bemalol 24 soat aylanverasiz. Hech narsangiz yo'qolmaydi, o'zingiz ham yo'qolmaysiz. Yer yuzidagi eng baxtli aholi, yer yuzidagi eng boy aholi, yer yuzidagi eng sog'lom aholi. 85 yosh o'rtacha umr. Lekin qoyil, qazilma boyligi yo'q, nefti yo'q, gazi yo'q, oltini yo'q, hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik qilishga sharoiti ham yo'q, yeri ham yo'q. Ichadigan suvni ham boshqa davlatdan sotib olar ekan. Qoyil ichadigan suvi ham yo'q. Lekin baxtlilik darajasi 1. Shaharga like, imkoniyatlarga like. Shunchaki kelasizlar, bilmadim. Inson baxtli bo'lish uchun nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Millatingizga ham qaramaydi, diningizga ham qaramaydi, oqligingiz, qoraligingizga ham qaramaydi. Hammaga bir xil imkoniyat. Lekin keladigan, ko'radigan shahar bu alohida dunyo, bir alohida sayyora desa ham bo'ladi. Oshirib olayotganim yo'q. Faqat kelasizlar, ko'rasizlar. Lekin xullas Singapur. Shunaqangi manzara, shunaqangi ma'lumot. Mana u peshxod o'tadigan joy, bu yog'iga mana bu yerda chap tomonlama harakat. Bizda buni teskarisi, bizda chapdan bu yoqqa qarab yuradi. Bularda teskarisi. Rullar ham chap o'ng tarafda turadi. Xullas mana binolar. Mana bu o'sha Singapurning asosiy manzarasi. Binolari hamma yo yashil, o't o'lan, yil bo'yi bir xil ob-havo. Ajoyib-a? Qor ko'rmasangiz, boshqa sovuq ko'rmasangiz, mana shu ko'yni, shortu, maykada yuraverishadi yil bo'yi. Ob-havosi bo'yicha, yashashi bo'yicha, ta'lim, ish, sog'lom, xullas hamma narsasi bo'yicha birinchi o'ringa chiqib olishgan ajoyib shahar. Lekin chiroyliligini qaranglar, mana binolarni qaranglar. Chinatown, Singapur. Kechki hayot, ovqatlari, hamma narsasi. Mana banklari bor, do'konlari bor, hamma narsasi bor, Xitoycha. Is your dinner please, or do you like it to try it? I'll give you a 20%. O bivay degan necha bivay degan. Mana suv bo'yida Chinatown. Dengiz taomlari, Xitoy taomlari. Qishbaqa deysizlarmi? Ilonlargacha yeyishyapti, ilonlargacha qimirlagan narsani yeyishyapti. Nima deyapti kabob? Mana baliq. Nima bu o'zini boshmi? Qaysi birini yeymiz? Nima deysizlar mutaxassis sifatida? Voqeachi? $9, $12, $15. Nima deyapti narxlar? Nima deyapti? Bunaqa yeymanmi deyman, xamir. O, anta halol deb yozib qo'yibdi. O'sha uchun bular qanaqa unda halol deb yozilgan bo'lsa? Mana o to'g'rida. Mana halol deb yozib qo'yibdi. Bilam. Odamni ko'p. Ko'raylik nima bor ekan. O
Son, o'zimizda sosiskalar, tovuqlar, guruchlar. Kechqurungi hayot mana Singapurda o'zgacha manzara. Kunduzi bitta hayot, kechqurun bitta hayot. Mana shu mehmonxona haqida, mana shuni tepasida zo'r plyaji bor, ya'ni basseyni bor, dam oladigan joyi, boshqasi. Shahar manzarasini ko'rish uchun eng ideal joy. Endi o'tga chiqish uchun mana shu mehmonxonadan joy olish kerak. Oddiy odamni pul bersangiz ham chiqarmaydi. Faqat mana shu burchagida adashmasam, burchagida bar bor, kichkina. Shu yerga pul to'lab chiqish mumkin. Faqat endi o'ta spirtnoy, kokteyl, xullas suvlar sotadi, o'shani olasiz, faqat rasmga tushasiz shu burchagida. Lekin mana bu basseyniga qo'ymaydi. Bu yerga faqat shu mehmonxonada dam olayotgan insonlar chiqadi. Qizig'i shu mehmonxonada oddiy payt, ana sezon bo'lmagan paytda bir kuniga nalogi bilan bir kuniga 10 million chiqdi. Eng oddiy xonasi, eng lyuks premium xonasi 2 kishiga 25 million, 2000 dollar chiqdi bir kuniga. Nima deysizlar endi, arziydimi yo'qmi? Sezonda 40 milliongacha chiqib ketar ekan yaxshi xonasi, oddiy xonalari 15-20 millionga chiqib ketar ekan. Ular shunaqa. Umumiy holat mana sokinlik, tinchlik, hamma dam olyapti. Sayr qilyapti. Mana bu yerda chaqpalagimiz ham aylanib yotibdi. Baland chaqpalak, mana mehmonxona bilan solishtirsanglar, deyarli yetar yetmas yarim soatda aylanib tushadi. Lekin komfort. Ana liqillab bir noqulay bo'lmaydi. Zo'r qilib qo'ygan kabinkalarini. Butun shaharni shu yerdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana balkonda nima deyapti? Manzarasi, basseyn. Bu 5-qavatda, biz 15-qavatdamiz. Shu bemalol yashayversanglar bo'ldi. Port, dunyodagi eng katta ochiq okeanga chiqib ketadigan port. Singapurdan hammaga yaxshi kayfiyat, hammaga alangali salom. Xo'p, bizda 3-kun M Hotel mehmonxonasidamiz. Xohlagandan, xohlagancha yeydigan joydan. Endi men o'zimga ishtaham tortayotgan, o'zimga foydali, kerakli deb bilgan narsalarni yeyapman, lekin xohlagan narsalardan xohlagancha yeyishinglar mumkin. Ob-havo, kayfiyat, manzara ajoyib. Bugun Sentoza oroliga safar qilamiz, nasib qilsa. Mana bizda Singapurda 3-kun boshlandi. Ertaklar mamlakati, afsonalar vodiysi Sentoza, Santoza, Mantoza degan orolga keldik. Eko Park, Eko orol, mana kanatkalardan o'tsak bo'ladi. Yoki mana yerda ekspress metrolari yoki peshixodlar uchun piyoda mana yo'lakchalari bor. Xohlasangiz paromda, qayg'ida o'tsangiz ham bo'ladi. O'zi masofasi 200-300 metr chiqadi. Qanaqasi bilan o'tsangiz ham qulay. Xudo xolasa shu orolga boramiz. Mana bu yerda turgan bular qurilish bo'lmayapti bu yerda. Bular hammasi akvapark, tematik park. Xullas bu yerda plyaj bor, kinoteatr bor. Mana bu turgan targoviy sentri bor, bozori bor. Xullas juda katta joy. Atrofni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu Singapur asosiy joyi, ya'ni Singapur. Mana bu yog'i, suvdan bu yog'i to'liq orol. Mana shu dengiz bilan o'ralgan o'rtadagi orolcha Sentoza. Borib ko'ramiz, vaziyatga baho beramiz. Mana o'sha Sentoza oroliga kirish joyiga kelyapmiz. Mana qaranglar, golf maydonchalari, mana o'rmon. Bu orolning o'zi bu yerda umuman aholi yashamaydi. Bu toza dam oladigan joy. Dam oladigan oromgoh deydi-yu, o'shani bir orol shakli. Mana shu suv bilan o'ralgan, kartada ko'rsanglar bo'ladi. Sentoza deb yozsanglar chiqadi. Mana shu yo'lakcha bo'ylab ketyapmiz.
Singapurda uzun mashkigimni topib oldim. 390 Singapur dollari ekan. Bu taxminan 300 dollar. O'zimizni dollarimizda. Endi ko'rib qoldim. Maqtanyapti demaylar. Narxini aytib qo'ydim. Mana nihoyat o'sha ertaklar olami, ertaklar mamlakati Sentoza Singapur oroliga yetib keldim. Ko'ramiz. Nima, qanaqa, qancha, qayerda. Bu yerda bozori bor ekan, joylari ko'p ekan. Mana Express metrolarida tezda osongina kelib olish imkoniyati bor. Ular ko'ramiz, imkoniyatimiz, kuchimiz yetguncha bugun kechqurunga Changi aeroportiga borishimiz kerak. Singapur ertaga ertalab Indoneziya Bali oroliga safarimiz bor. Aniqrog'i safarim bor, chunki men yolg'izman, yolg'iz o'zim. Dunyoning eng burchagida sayohat qilib yuribman. Xullas, shunaqangi vaziyat. Muhitni bitta ko'rsataman. Hammasi ertakona, ajoyib, rang-baranlik, kayfiyat. Mana mashinada Sentoza orolida adrenalin qilamiz. Voucher oldik. Xullas, tepaga bunda chiqiladi, pastga bunda tushiladi. Bir kishi uchun 30 dollar Singapur pulida. Umumiy 1 soat vaqt ketadi deyapti. Endi ko'ramiz. Eng yaxshi sayohat hali qilinmagan sayohatdir. Kim bir o'zi Singapurgacha, Sentoza oroligacha kelgan o'zbeklar yo'q joyi topdim mana. Bu manzaraga, bu muhitga baho beringlar. Manzorga mana o'rmon, chakalak zor bo'lib yotibdi, ham qaranglar. Hop, bitta qiziq holat, mana shu odamlarni ko'ryapsizlar, mana bu tegida, mana bu qora, mana uchadigan o'zini aravachasi yo'q mana bularda. O'zi bu qatorda ko'pchilikda yo'q ekan. Men noto'g'ri chiqib qolman shekilli, vaqa chiqishim kerak edi shekilli desam. Menikini mana orqaga endi ko'rinmayapti shekilli, orqaga joylab yuborishibdi. Endi ikkitasi bitta tochkaga boradi degan umiddaman. Noto'g'ri chiqib olmagan bo'lsam, men bosh kiyimimni kiyib oldim. Shu aravachasida uchmoqchi edim. Manzaraga baho beringlar. Nima deyapti? Okeanga ulanib ketadigan suv nima deyapti mana kanatga, o'rmonzor. O'zbeklarning qadami yetmagan, o'zbeklar kelmagan joy topdim. Singapurda Sentoza orolidaman. Kelganlar bo'lsa, yozib qo'yinglar. Kelmaganlar bo'lib, kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Deyarli mana okean. O'rmonzor, chakalakzordamiz. Hozir aravachasini ko'rasizlar. Bu shunchaki kanatga emasmiz. Hozir aravachasida pastga tushamiz. Sentoza orolida. Xullas, shunaqa gaplar. Yolg'iz sayohat. Mana bunaqangi aravachalarda tushamiz hozir. Aravachaga necha? Go, go, go. Go. Tort itarsa yuradi, tortsa tortdi. Mana plyajga etgan shutga qarab gir aylanib bu orol faqat tabiat, o'rmondan iborat. O'sha kanatga bo'ylab keldik. Gap yo'q, lekin endi bu muhitni tasavvur qilish kerak. Katta plyajlari bor, ancha yurish kerak. Endi men bir o'zim boshqa joylarga ulgurishim uchun
cho'milish niyati yo'q, lekin bemalol kelib mana cho'milsanglar bo'ladi, bepul bilan hammasi. O'rmonni qaranglar, tabiatiga gap yo'q. Ertalabga yaqin boshlagan Sentoza oroliga safarimni mana obeddan o'tib kechki tomon qaytishga to'g'ri kelyapti. Sababi bugun kechki tomon Changi aeroportiga, ya'ni Singapur aeroportiga chiqishimiz kerak. Ertaga Bali, Indoneziyaga safarimiz bor. Shuning uchun vaqtliroq qaytib, narsalarni tayyorlab aeroportga borish uchun orqaga qaytyapmiz. Umuman orol haqidagi fikrlarim juda ajoyib. Kelishinglarga ardiydigan, vaqtinglarni, pulinglarni sarflab kelishinglarga ardiydigan joy. Hamma narsa bor. Ko'ngil ochish uchun, kayfiyat ko'tarish uchun, dam olish uchun o'sha katta akvarium bo'ladimi, akva park bo'ladimi, tematik park bo'ladimi, tezyurar kachelalari bo'ladimi, 4 tadan plyajlari bor, kinoteatrlari bor, kazinolari bor. Xullas hamma narsasi bor. Bozorlari, savdo markazlari, restoran, oshxonalarigacha bor. Bemalol kelib dam olasizlar. Tabiat qo'ynida, o'rmonzorda, golf maydonlari. Endi qancha ta'riflasa shuncha oz. Hammasini ko'rsatib berishga imkoniyat bo'lmadi, vaqt yetmadi. Bitta o'zim kamlik qildim. Ko'p etdim, safarda bir o'zimman, shuning uchun rasmga, suratga olish imkoniyati bo'ldi. Ba'zi joylarda bo'lmadi, lekin ko'p joylarni ko'rdim. Juda ajoyib, kelishinglarga arziydi. Bir kun Singapurga yo'linglar tushadigan bo'lsa, mana shu Sentoza orolini topib kelishinglar kerak. O'zi juda uzoq emas. O'sha Marina Bay'dan chiqsa bir 6-7 bekat ostanovka uzoqlikdagi joyda joylashgan. Singapurning o'zi juda katta joy emas, lekin buni bemalol topib kelsa bo'ladi. Mana bu Singapur aeroportini, ya'ni Changi aeroportini tashqi ko'rinishi. Singapur aeroportida 4 ta terminal bor. Bu ikkinchi terminali. Juda zamonaviy, juda chiroyli qurilgan, mana ko'rishinglar mumkin. O'sha aytganimdek, buni aeroport emas, bir kichik shahar, Singapur poytaxti desa ham bo'ladi. Changi aeroporti. Sayohatchi hech qachon uyiga qaytmaydi. Chunki u sayohatga kelsa, boshqa odam bo'lib qaytadi. Sayohatning foydalari juda ham ko'p. Siz qachonki sayohat qilsangiz, komfort zonadan chiqasiz, yoqimsiz odatlaringizdan qutulasiz. Siz yangi odamlarni ko'rasiz, tanishasiz, yangi madaniyatni o'rganasiz. Eng muhimi, siz shuni anglab yetasizki, siz yashayotgan hayot ancha kichkina va muammolaringiz esa kulgili tuyulishni boshlaydi. Siz endi hayotingizga ancha yuqoriroqdan qarashni boshlaysiz. Dunyo qarashingiz kengayadi. Mana nima uchun men sayohatni yaxshi ko'raman. Fursatdan foydalanib, hamma sayohatlarimizda hamkorlik qiladigan, hamrohlik qiladigan Kakus Tur jamoasiga, xosatan Marjonaga alohida rahmat etmoqchiman. 24 soat labbay deb xizmatda turib, asabimizni ham, vaqtimizni ham tejashimizga, sifatli, ishonchli sayohat qilishimizga doim hissa qo'shishadi, xizmat qilishadi. Sizlarga ham xolis maslahatim Kakus Tur jamoasiga, Marjonaga murojaat qilib ko'ringlar. Xudo xolasa narxlari arzon, ishlari sifatli va ishonchli. O'zimizga ravo ko'rgan narsani sizlarga ilinmaymiz. O'zimizga ravo ko'rgan narsani sizlarga taklif qilyapmiz. Foydalanib ko'ringlar, afsus qilmaysizlar. Kakus Tur jamoasi eng ishonchli, tajribali tur firmalardan bittasi. Endi ertalabki nonushta ovqatlanadigan payt Singapur aeroportida Lounge Key zonasiga kirganmiz. O'sha Visa Infinity o'zini bonuslarni bizga taqdim qildi. Shu yerda nonushtani qilib, qorinlarni to'yg'izib, o'zini maxsus xonasida tekin Wi-Fi da endi samolyotda uchish vaqtini kutib, bijildoq suvlarni ichib o'tiribmiz. Aeroport o'zgacha imkoniyatlari, sharoitlari juda ajoyib. Men endi kechasi bilan shu yerda qolganligim uchun, hammadan voqlik kelganligim uchun odam kamroq. Uning ustiga 4-terminaldaman. Lounge eng aeroportda burchagida. Samolyot uchish vaqtiga yaqin hozir odamlarni oldiga qo'shilib, sekin reysimizga chiqamiz. Indoneziya, Bali safariga yo'lga otlanamiz. Mana samolyotga chiqib oldik. Kerakli, yoqimli joyga o'tirib oldik. Ob-havo o'zgacha, mayda yomg'ir yog'yapti. Xuddi ketishimizga ko'z yosh to'kayotganga o'xshaydi. Umuman oxiriga kerakli ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Singapurga
qaysi davlatdan kelishinglardan qat'iy nazar samolyotda kelasizlarmi, piyoda kelasizlarmi, metroda kelasizlarmi, peshkom kelasizlarmi, lekin qaytib ketishinglar albatta 3-chi boshqa davlat bo'lishi kerak va samolyotda qaytib ketishinglar shart. Shuni inobatga olasizlar. Mana biz ham samolyotda 3-chi davlatga Indoneziyaga qarab safarga yo'l oldik. Ketkizgan vaqtinglarga, megabaytlarga rozi bo'linglar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Boshqa davlatga qilgan safarlarimizni ham foydali jihatlarni aytib ko'rsatib qo'yamiz. Dunyoni qaysi nuqtasida bo'lishimizdan qat'iy nazar bir kun bitta nuqtada ko'rishib qolamiz. Allohga omonat, Alloh oxirimizni, oqibatimizni xayrli qilsin, safarlarimizni bexatar qilsin.